O'zbekistonning eng zo'r top 3 aviakompaniyalari fikrim bo'yicha o'zi qaysi? Like bosib qo'ying, hozir ko'rib chiqamiz. 3-o'rinda yaqinda bozorga kirib kelgan Centrum Air aviakompaniyasi. Bu aviakompaniya bilan shaxsan o'zim uchmagan bo'lsam ham O'zbekistondagi eng yaxshi aviakompaniyalardan biri deb hisoblashadi. Yaqinda bu aviakompaniyada shunday panoramalik samolyotlarni ham yo'lga qo'yishni rejalashtirishmoqda ekan. 2-o'rinda o'zim uchun eng qulay aviakompaniyalardan biri Qanot Sharq turadi. To'g'risi oxirgi paytlar reyslari kechikish haqida shikoyatlar ko'payib bormoqda. Lekin aynan o'zim Xitoyga shu aviakompaniya bilan uchganimda unday muammolar bilan duch kelmaganman. Joylari ancha qulay, ovqatlari ham to'g'risi juda yoqdi. Bu aviakompaniyaga 10 dan 8 qo'yaman. Aytgancha shu aviakompaniyalarda har xil davlatlarga uchaman desangiz, arzon aviabiletlarni Aviasales uzdan xarid qilsangiz bo'ladi. Va O'zbekiston bo'yicha nomer 1 aviakompaniya bu albatta Uzbekistan Airways. Tushunishinglar uchun bu aviakompaniya butun SNG bo'yicha yagona Amerikaga primoy reyslari bor aviakompaniya. Narxlarini Aviasales uzdan qarasak atigi $600 dan boshlanadi. Bortdagi qulayliklarga kelsak, to'g'risi Centrum yo'q Qanot Sharqdan uncha katta farqi yo'q. Ovqatlari ham yomon emas. Qulayliklariga 10 dan 7 qo'yaman. Yo'nalishlar soniga esa 10 dan 10 albatta. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz uchun eng zo'r aviakompaniyalar o'zi qaysi?